Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Bugungi mavzuyimiz bu atrof muhit muhofazasi va pedagog xodimlarining ekologik madaniyatini yuksaltirish deb nomlanadi. Albatta, atrof muhit muhofazasi bo'yicha butun nafaqat bizning davlatimizda, butun dunyo bo'yicha juda ham keng qamrovli ishlar amalga oshirilmoqda. Bunga misol tariqasida, demak, bir qancha men fikrlarni sizga bildirmoqchiman. Aytaylik, mana Braziliyaning Rio de Janeiro shahrida 1992-yil, ya'ni shu iyun kunlari, aytaylik 3-14 iyun kunlari bo'lib o'tgan Birlashgan Millatlar Tashkilotining atrof muhit va rivojlanishga doir konsepsiyasi bu atrof muhit muhofazasi va barqaror rivojlanish masalalari bo'yicha eng yirik tadbirlardan biri hisoblanadi. Chunki bu yerda aytaylik o'sha konferensiyada dunyoning 170 dan ziyod davlatlarida, jumladan mustaqil davlatlar hamdo'stligida 7 ta davlat vakillari ham ishtirok etgan. Konferensiyani o'tkazish qo'mitasining bosh kotibi, buni albatta ta'kidlab o'tishimiz kerak, Moris Strang rahbarligida 3 ta ishchi guruhlarida bu yerda munozaralar olib borilgan va mana shu konferensiya ishtirokchilari atrof muhitni muhofaza qilish bo'yicha 2 va 3 mingyilliklarning to'qnashuvida umuminsoniy vazifalardan bo'lmish quyidagi 3 ta asosiy, demak, hujjatni ko'rib chiqishgan, tasdiqlashgan. Bu birinchi atrof muhitni muhofaza qilish va rivojlanishga doir Rio deklaratsiyasi deyiladi. Bundan keyingi hujjat bu o'rmonlardan oqilona foydalanish, saqlash va uni o'zlashtirish mezonlari to'g'risidagi bayonot. Va 3-hujjat bu 21-asr kun tartibi deb nomlanadi va mana shu kun tartibini ishlab chiqildi va bu yerda atrof muhitni muhofaza qilish ishlari jarayonida ishchi guruh tomonidan tayyorlangan loyiha hujjatlari, demak, oydinlashtirilgan, muqobillashtirilgan va o'zlashtirilgan holatda qabul qilingan. Endi albatta O'zbekiston Respublikasi, demak, Vazirlar Mahkamasining bir qancha aytaylik normativ hujjatlari bor. Bu borada yana 21-asr kun tartibi talablarini amalga oshirish maqsadida barqaror rivojlanishning milliy strategiyasi bizning davlatimizda ishlab chiqildi. Bu yerda biologik xilma-xillik bo'yicha konsepsiya, shu bilan birgalikda iqlim o'zgartirilishining cheklash to'g'risidagi konvensiya ko'pchilik davlatlar tomonidan imzolangan bo'lib, bu O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Qonunchilik palatasi tomonidan ham 1993-yil 14-may kunida, demak, tasdiqlandi. Va shu bilan birgalikda biologik xilma-xillikni to'g'risidagi konvensiyaning muhim me'yorlari, o'simlik dunyosini muhofaza qilish va undan foydalanish, hayvonot dunyosini muhofaza qilish va undan foydalanish va bir qancha aytaylik qonunlar mana shu hujjatlar asosida, demak, ishlab chiqilgan va mana shu hujjatlar, normativ hujjatlar asosida bizning, demak, mamlakatimizda ham juda ham katta ishlar, amaliy ishlar amalga oshirilib kelinmoqda. Endi albatta bu barqaror rivojlanishning iqtisodiy jihatlariga albatta bizda juda ham katta e'tibor qaratiladi. Bu borada aytaylik 18-asrning mana ikkinchi yarmidan boshlab ilmiy texnik taraqqiyot keskin ravishda rivojlanib borgan, yerdagi 70% dan ortiq tabiiy ekologik tizimlarning o'zgartirilishiga sabab bo'lmoqda. Bu jarayonlar hozirgacha mana shu davom etmoqda desak ham to'g'ri bo'ladi. Albatta bu butun nafaqat bizning davlatimiz, balki aytaylik o'sha butun jahonda Birlashgan Millatlar Tashkilotiga a'zo bo'lgan davlatlarda ham mana shunaqa ekologik muammolar, demak, mavjud bo'lib, bevosita bu hujjatlar aytaylik o'sha butun o'sha Birlashgan Millatlar Tashkilotiga a'zo davlatlar uchun qo'llanilishi bu yerda belgilab qo'yilgan. Endi barqaror rivojlanishning ijtimoiy jihatlari ham mavjud, faqat bu ekologik jihati bilan biz chegaralanib qolmasligimiz kerak. Bu albatta barqaror rivojlanishning, demak, o'sha 3 ta asosiy jihati mavjud bo'lib, u iqtisodiy o'sish, ijtimoiy tenglikni ta'minlash va atrof muhit muhofazasi bo'lib hisoblanadi. Bu borada barqaror rivojlanish ijtimoiy jihatlari bo'yicha, demak, bu muammolarning umumiy yechimi bo'yicha bittagina faqat muayyan mamlakatda ish olib borsa noto'g'ri bo'ladi. Shuning uchun ham bu yerda umumiy hamkorlikdagi xalqaro ishlarni amalga oshirish kerak bo'ladi. Endi barqaror rivojlanishning barqaror birlashish institutsial yoki jihatlari deb qaraymiz, chunki o'sha barqaror rivojlanish va uning indikatorlari mavjud. Aytaylik, bu yerda
barqaror rivojlanishning institutsional jihatlarini global darajada ishlab chiqilgan bir qator me'yoriy hujjatlar asosida ham tahlil qilish maqsadga muvofiq bo'ladi. Birlashgan Millatlar doirasida, Birlashgan Millatlar Tashkiloti doirasida Janubiy Afrika Respublikasining Yohannesberg shahrida mana 2002-yilda, 2012-yillarda Butunjahon barqaror rivojlanishga qaratilgan bir qator masalalar muhokama qilingan. Albatta bu masalalarni aytaylik bevosita mana shu ekologik madaniyatni, pedagoglarning ekologik madaniyatini rivojlantirishda biz e'tiborga olishimiz to'g'ri bo'ladi. Endi mana xorijiy mamlakatlar bilan aytaylik, mana ularning konstitutsiyalarida davlatning tabiatni muhofaza qilish, tabiiy resurslardan oqilona foydalanishni ta'minlash singari demak mustaqil funksiyalarni mavjudligi, bundan tashqari tabiatni muhofaza qilishda jamoat birlashmalari va harakatlarining o'rni, aytaylik mana Germaniya federativ davlatida bu belgilab qo'yilgan. Xalq xo'jaligini va tabiatdan foydalanishni rivojlanishda xalq xo'jaligini rejalashtirish, xom ashyolar, resurslarga bo'lgan ehtiyojlarni inobatga olish, albatta va shu kabi bir qator demak xorijiy mamlakatlar konstitutsiyalarining tahlili va ularda ekologik huquqiy normalar turlicha tartibga solinganligining bu guvohi bo'lib turibmiz. E'tiboringiz uchun rahmat.